O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi degan vatandoshlar maksimum like bosib do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Do'stinglar ham like bosib do'stiga jo'natib qo'ysa. O'zbekiston bir tanu bir jon bo'lib, duoda bo'lib O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz. Ishonaman, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi. Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yinda g'alaba qozonadi. O'zbekiston shu munosabat bilan Odil akam Ahmedov obunachilari uchun 300 ming bo'ldilar, tabriklaymiz. Qo'limda naqd $30,000 kubok Toshkent. Odil akam Ahmedov obunachilari 500 mingga, to'g'ri eshitdinglar, 500 mingga yetgan kuni ikkinchi kubok $150,000 va 1 millionga yetgan kunlari katta kubok urib sindiramiz, $100,000 tarqatamiz. Odil akam obunachilari videoni maksimum do'stinglarga jo'natinglar, like, komment bosib, maksimum aktivni to'xtatmanglar. Toshkent, O'zbekiston ertangi o'yinni nechiga g'alaba qilamiz? Taxminiy yozib qoldiringlar. Birinchi topgan 10 taga $100 dan $1000 tarqatib yuboramiz. Ishonaman, O'zbekiston yutadi. Olg'a O'zbekiston!